taksilar ham unaqa emas. Sizlar o'ylagandaqa emas, xo'pmi? Вообще-то siz meni kimni o'yladingiz? Kimni o'yladingiz? Kirmay deb o'yladingiz. Vámonos para el baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna. Rahmat, yetib keldik. Bu yoqda ko'p-ku. Mayli, olib qo'yavering. Eshik ochib berasizmi? Kechirasiz, bu komfort biznes emas-da. O'zingiz tushib ola qoling. Yuring, uyga mehmon qilaman. Nima deysiz? Ha? O'zi sizlar shunaqa noto'g'ri xayolga borasizlar-da. Hamma taksilar ham unaqa emas. Sizlar o'ylagandaqa emas, xo'pmi? Вообще-то siz meni kimni o'yladingiz? Kimni o'yladingiz? Kirmay deb o'yladingiz. Mehmonlar qale, yaxshi o'tiribsizlar, tinchmi, sonlar yaxshimi? Kamchiliklar yo'qmi? Hammasi yaxshi, yetarli. Kamchiliklar bo'lsa ha endi to'ychilik. Yaxshi niyatda to'ylar qildik, mehmon bo'ldik ko'pchilik. Mo'min aka, Ha? 5 ta. Nima 5 ta? To'yda oldin so'radingiz, nechta bola bilan gaplashgansan deb. 5 ta bola bilan gaplashganman. Nima endi aytsan? To'yda oldin aytganda uylanmassiz-ku. Uchta? Uchta qizingiz bo'lganmi? O'g'il bolaga bo'radi. 3 ta bolam bor. Nima? Ey, to'ylaringiz bo'lsin muborak. Shimla modniy boylaringdan o'rganli. Oyog'ingiz ipini boylab oling, akkuratli turadi. Yoki boylab qo'yingmi? Yo'q, men o'zim boylayman. Rosa e'tiborli qiz ekan. Yig'lama qiz, yig'lama. Yig'lamagin, yig'lama. Mo'min aka, siz o'ziga qarab yuravering. Estetika degan narsa bor. Odamlar sizga qaraydi. Qiz, yig'lama. Yig'lama qiz, yig'lama. Mayli, aytma hech. Baribir akkuratliroq bo'ling, atrofda odamlar bor. Mo'min aka, narsa gapirib bo'lmaydi. Mamsi siz nimadir tutdi. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. Ishonamada turli harakat qilinglar, hammanglarga o'rnak. Kechirasiz, Komil Tohirovna. Men bu ishxonada boshqa ishlamoqchi emasman. Voy, nimaga qatnaysiz? Sabab 200 ta ayol kishining ichida bitta erkak kishi bo'lib ishlayapman. nima qilibdi? Hey, sizlarning xarakteringlar menga o'tib qolibdi. Men normalniy mujikman, normalniy erkakman. Oilam bor, bolalarim bor, choyxona yuraman men. Mana bu poza nimaga kerak menga hozir? Mo'min, agar mani desangiz ishda qolasiz. Ranopa, qo'ysangchi, yaqinda navarali bo'lgan odamsiz. Shunda muammo Ranodan Mo'min? Muammo menda. Mo'minjon, o'zingiz boshing. Ko'p savol berib charchatib qo'ymanglar. Savdo topa qo'ying-ey. Men hammanglarni opamdek ko'raman. Lekin sizlar meni ukadek ko'rmayapsizlar. Xo'p, sizga nima xalaqit beryapti Mo'min? Mana oddiy misol. Hojatxona nima bitta? Nimaga j faqat? Men qani? Voy, biz uyalayotganimiz yo'q-ku Mo'min. Uyaling ne Layla opa? Uyaling. Men yo'laman-ku. Mana misol uchun oldilar. Deb erkakga o'xshab kuladi. Ana bu choyxonada deb kulaman. Voy, qo'lingiz Mo'minjon. Mana misol uchun oldilar. Mana mendan o'tirardim. Yaxshi misollar, chaqchimayapsanlarmi? Hozir mendan o'tiribman. Menga nima kerak bor uni? Ha? Bo'ldi, uzr. Ketaman men. Voy, gapni puli-chi? Ha, gap pulni olib ketaman lekin. Между прочим, ishxonada bitta serka emassiz. Mana Asqaram bor-ku. Voy, tinchlikmi? Ketyapsanmi, Mo'min? Barabam bam bam boy boy.